Assalomu alaykum aziz obunachilar. Bugun sizlar bilan insult kasalligidan keyingi asorat belgilar hamda ular bilan qanday kurashish kerak, asorat belgilarini qanday yo'qotish kerak, reabilitatsiya olib borish usullari to'g'risida to'liq suhbatlashamiz. Insult kasalligidan keyin ko'p bemorlarimizda qo'l oyoqlarning quvvatsizligi, qo'llarni yaxshi ishlata olmaslik, yurishda oyoqlarni o'ziga bo'ysunmasligi, muvozanatni yaxshi saqlay olmaslik, yutinishni, gapirishni qiyinligi va shunga o'xshash qoldiq belgilar saqlanib qolishi mumkin. Shunday holatlarda bemorlar va uni yaqinlaridan beriladigan eng asosiy savol bu bemor yaxshi bo'lib ketadimi, to'liq tuzalib ketadimi degan savol. Albatta, bunday holatlarda bemorlarimizga to'g'ri yondashish, to'g'ri reabilitatsiya usullarida davolash olib borilsa, bemorlarimizda aksariyat qismi bu shunday asorat belgilaridan xoli bo'lishi mumkin. Insultdan keyingi bemorlarimizda qo'l va oyoqlarni harakatini cheklanishi, aktivligini pasayishi hamda yurishni qiyinligi bo'lsa, quyidagi reabilitatsiya usullaridan foydalanish tavsiya qilinadi. Bemorlarga yurishni o'rgatish uchun oddiygina yurgizishni o'rgatish emas, balkim maxsus boshqatdan bemorni yurishga o'rgatish kerak. Parallel bruslar, yurish trenajyorlari, qadam tashlash hamda to'siq mashqlari, pandus va zina mashg'ulotlari, muvozanat platformalari, oyoq mushaklarini faollashtiruvchi mashqlar, zarur holatlarda tanani yengillashtiruvchi mashg'ulotlar o'tkaziladi. Ikkinchi o'rinda qo'lni harakatini tiklash uchun oddiygina qo'lni harakatini o'zginagina bu yetarli bo'lmaydi. Bunday holatlarda bemorlarga narsani ushlashi, ovqat yeyishi, tugmani qadashi, oddiy uy sharoitida bajariladigan mashg'ulotlar, yozish hamda mayda harakatlarni bajarish mashg'ulotlari o'rgatiladi. Qo'l reabilitatsiya stollari, barmoq va kaft trenajyorlari, harakat amplitudasini oshiruvchi maxsus qurilmalar, veloergometrlar, funksional mashqlar, zarur holatlarda elektrostimulyatsiyalar qo'llash mumkin. Lekin har bir apparat hamma bemorga ham to'g'ri kelavermaydi. Buning uchun reabilitolog bemorlarni mushak kuchi, kontrakturasi, bo'g'imlar harakati hamda og'irlik darajasiga qarab reabilitatsiya usullarini olib boradi. Ayrim bemorlarimizda qo'llarni mushaklarini, aktiv harakatni amalga oshirish qiyin bo'ladi. Bunday holatlarda elektrostimulyatsiyalardan foydalanish mumkin. Insultdan keyingi holatlarda ko'p bemorlarimizda tik tura olmaslik, qoqilib ketish, yiqilib ketish, bu muvozanatni saqlay qolish holatlari kuzatiladi. Bunday holatlarda biz balans platformalaridan, turli tayanchlardan, parallel bruslardan, qadam tashlash mashqlaridan, to'siqlar kompleksidan hamda tanani nazorat qilish mashqlaridan foydalanishimiz mumkin. Insultdan keyin bemorlarimiz yaxshi gapira olmasa yoki gapingizni yaxshi tushuna olmasa, so'zlarni noto'g'ri talaffuz qilsa, ovozini boshqara olmasa hamda o'qish va yozishda qiyinchilik bo'lsa, bemorlarimiz logoped hamda reabilitolog mutaxassisi bilan asosan shug'ullanishadi. Mashg'ulotlarda asosan tovush hamda so'zlarni to'g'ri talaffuz qilish, so'z boyligini tiklash, rasm hamda predmetlar orqali so'zlash, savol-javob mashqlari, gap tuzish, o'qish va yozish, muloqot qobiliyati bosqichma-bosqich tiklanadi. Insultdan keyin yutinishni qiyinlashishi bu disfagiya deb ataladi. Bunday bemorlarimiz ovqatni yoki suyuqlikni nafas yo'liga o'tkazib yuborishi hamda ovqat yoki suyuqlikka tiqilib qolishi mumkin. Disfagiyada quyidagi belgilarga e'tibor berish kerak. Birinchisi, ovqatlanish vaqtida yo'talishi, suv ichganda bo'g'ilishi, og'zini ovqatdan keyin ho'l bo'lib qolishi, ovqatni og'izda qolib ketishi, ovqatni yutish uchun ko'p marta urinishi, sababsiz ozib ketish, tez-tez nafas yo'llari infeksiyasi. Shunday holatlarda bemorga suvni ichaversin yoki ovqatni yeyaversin, o'tib ketadi deb kutish juda ham noto'g'ri. Nevropatolog yoki reabilitologning vazifasi faqatgina bemorlarni reabilitatsiya apparatiga o'tkazdirishgina emas.
Avvalo bemorning holatini, muvozanatini, yurishini, qo'l harakatlari funksiyalarini, nutqini, yutinish funksiyasini hamda mustaqil harakatlanishini hisobga olib, bemor uchun individual reabilitatsiya dasturi ishlab chiqaradi. Zarur holatlarda shifokor mushaklar spastikligini davolash, og'riqlarni nazorat qilish, qon bosimi hamda boshqa omillarni bartaraf qilish, dori vositalarini korreksiya qilish, fizioterapiya usullarini tanlash, lechebniy fizikultura va ergoterapiyaga yo'naltirish, logoped bilan hamkorlik qilish, yutinish holatini baholash, bemorni kundalik faolligini tiklash bilan ham shug'ullanadi. Insultdan keyin apparatga bordim, tuzalaman deyish bu juda ham noto'g'ri. Apparat bu bir oddiy vosita. Asosiy maqsad esa miya, nerv, mushak, harakat, kundalik funksiyalarni qayta tiklash. Shuning uchun insultdan keyingi reabilitatsiyada birinchi o'rinda yaxshi reabilitolog, LFK mutaxassisi, logoped, ergoterapevt hamda fizioterapevt bilan birgalikda olib borish juda ham bu yaxshi natija berishi mumkin. Bemor ko'p harakat qilmayaptimi? Qo'l yoki oyoqni yaxshi ishlatmayaptimi? Yurish qiyinmi? Muvozanat buzilganmi? Gapirish yoki yutinish qiyinmi? Albatta bunday holatda reabilitatsiya imkoniyatlarini baholatish zarur. Insultdan keyin qoladigan qoldiq belgilar bu bir kunda muammosi yechiladigan jarayon emas. Buning uchun bemorlardan uzoq vaqt reabilitolog tomonidan qilinadigan mashg'ulotlarni amalga oshirish tavsiya qilinadi. To'g'ri tanlangan mashqlar, muntazam olib borilgan reabilitatsiya bemorlarni qoldiq belgilarini maksimal darajada yo'qolishiga olib keladi. Agar siz yoki yaqinlaringizda insult kasalligi bo'lsa, uning qoldiq belgilari saqlangan bo'lsa, albatta nevropatolog yoki reabilitologga murojaat qiling. Agar siz mutaxassisni mashg'ulotlarni to'g'ri tanlangan reabilitatsion mashg'ulotlarni to'g'ri bajarsangiz, sizda albatta qoldiq belgilar yo'qolishi mumkin.